shu ovoz uzatadigan asbobni sinashda Saudiya Arabistonida sinalgan. O'zi asli buni yaponlar boshqalar qilgan, lekin sinash paytida Saudiyada sinalgan, musulmon olamining ishtiroki shu bilan bo'lgan. Qolgan bu asbobni biror zarrasini musulmonlar qilmaydi. Musulmonlarning bilgani sotib olib ishlatish xolos. Mana shundan hozir g'arb katta bir manfaat pul yig'ish vositasiga aylantirishib oldi. Birinchi faqat ovoz uzatadigan oddiy telefonlarni chiqarishdi. Hamma yopirilib, necha pul desa shunga olib bo'lgandan keyin yana bitta kichkina narsani qo'shib qo'ydi. Keyin uni tashab ikkinchisini boshlashdi baribir. Surat qo'shadigan, ovoz yozadigan, maktub yuboradigan, videoga olib yana uni boshqa yoqqa yuboradigan, hammasini kundan kunga rivojlantirib boryapti. Bittasini olib 1 yil foydalanguncha ikkinchisi chiqadi. U qimmatroq bo'ladi, arzonini tashab hamma qimmatiga yuguradi. Shu bilan ular o'zlariga bir katta daromad manbasini chiqarishib oldi. Undan keyin iPhone chiqarishdi, boshqa chiqarishdi. Hozir mana internetga kiradiganlari chiqyapti. Biz odamlar yopirilib, qaysi qimmatrog'ini olib maqtanishga urinishadi xolos.